16 bob. Pavlusla Derbe ve Listra şehirlerine kirip öttü. Listra'da Timoti isimli bir itiqadçı var idi. Onun anısı Eşa Mesih'e itiqad kılan Yahudi ayal idi. Atısı bolsa Grek idi. Listra ve Konya şehirlerdeki itiqadçılarının hemmisi Timoti'ni maqtışatdı. Şuna Pavlus onu özü bilen bile elip mağmakçı boldu. Bırak bu yerdeki Yahudilarının hemmisi Timoti'nin adısının Grek ekenligini bilgeçke, Pavlus Yahudilarının onu qabul qılmasliginin oldini iliş üçün onu xatni qıldı. Ula şehir yezlardan ötkeç, Yerusalim'deki elçiler bilen yetekçiler belgilegen Yahudi emaslarga münasibetlik rivoya qilishga tegishli bo'lgan qarorlarni e'tiqodchilarga yetkizdi. Shunda qilib, her qaysi jamoatchiliklarning e'tiqodi kuchaytirilib, e'tiqodchilarning soni kundan kunga ko'paydi. Pavluslar Frigiya va Galatiya rayonlariga kirib o'tib ketdi. Chunki bu vaqtda muqaddas ruh ularning Osiyo o'lkasida xushxabar taqtishiga yo'l qo'ymagan edi. Ular Misiya rayoniga kelgandan keyin Bitiniya o'lkasiga kirmoqchi bo'ldi. Biroq Hazreti Aysoning ruhi ularning kirishiga yana bir qitim yo'l qo'ymadi. Shuning bilan ular Misiyadan o'tib, dengiz bo'yidagi Troas shahriga bordi. Shu kuni kechda Pavlusga bir g'oyibona alomat ko'rinib, Makedoniyalik bir kishi uning oldida o'rtirib, dengizdan o'tib, Makedoniya o'lkasiga kelib, bizga yordam bersingiz, deb talab qildi. Pavlus bu alomatni ko'rgandan keyin biz darhol Makedoniyaga berishga tayyorlandik. Chunki Xudoning bizni u kishilarning qishig'i berib, xushxabar yetkazishga chaqirganligini tushungan edik. Biz kemiga o'ltirib, Troasdan yo'lga chiqib, Semadirak orlig'iga qarab yo'l elib, atsi Makedoniyadagi Neapoli shahriga bordik. U yerdan ishkirlab, Makedoniyaning shu rayonidagi Filipi degan muhim shaharga o'tdik. Bu Rimliklar o'rnashib olgan va ular boshqarayotgan shahar edi. Biz bu yerda bir necha kun turdik. Dam elish kuni shahar sirtidagi daryo sohiliga bordik. Xuddi o'ylaganimizdek, u yerda Yahudilar duo tilovat qiladigan bir joyni topdik. Biz o'ltirib, u yerga to'plangan ayollar bilan suhbatlashdik. Anglag'uvchilar ichida Tiyatira shahridan kelgan Lidiya ismli bir ayol bor edi. So'zsin ranglik raqs atadigan Lidiya, garchi Yahudi bo'lmasa-mu, Xudoga ibodat qiladi. Xudoning uning qalbini yoritishi bilan u Pavlusning ta'limini qabul qildi. U oilasidagilar bilan ko'mildirilgandan keyin bizni uyga taklif qilib, agar sizlar meni Rabbimiz Aysoga e'tiqod qildi deb qarsanglar, mening uyimga berib turib ketinglar, deb ching turib oldi. Shuning bilan biz uningga ma'qul bo'lib, uyga bordik. Bir kuni biz Yahudilar duo qildigan joyga yana bir qitim borganda, oldimizga bir dedak chiqdi. Bu qizga jin chopishib olgan bo'lib, bu ruh uni boshqalarning kelgusidagi ishlariga pal soldigan qilib qo'ygan edi. U xo'jayinlarga pal selish orqali nurg'un pul tepib bergan edi. U yo'l bo'yi Pavlus va bizga agishib, bu kishilar ulug' Xudoning xizmatkorlari, ular sizlarga qutqizish yo'lini yetkazdi, deb vaqirab mangdi. U xeli ko'p kun uda shundoq vaqirgan edi. Bundan intayin bizar bo'lgan Pavlus qizga jin chapishib olganligini bilib, uningga burilib, ilqi jinga Ayso Masihning nomi bilan buyurmanki, uning tinidan chiq, deyishigla jin shu an chiqib ketdi. Dedak pal salolmaydigan bo'lib qolgandan keyin, xo'jayinlari pul tepish xiyollarining yo'qqa chiqqanligini bilishib, Pavlus bilan Silasni tortib chiqib, ularni shahar maydoniga boshliqlarning oldiga elib bordi. Ular Pavlus bilan Silasni Rim amaldorlarining oldiga chiqarib, bu Yahudilar shahrimizni qalamqonlashtirib etdi. Ular qonunimizga xilof qoida tuzumlarni taqtibyotdi. Biz Rimlik bo'lgandan keyin ularning taqatqonlarini qabul qilsak va ijro qilsak bo'lmaydi, deb shikoyat qildi.
ko'pchilikmi ularga qo'shilib hujumga o'tgan edi. Amaldorlar Pavlus bilan Silasning kiyimlarini yirtib, yalang'ochlab, kaltak bilan urushga amr tushirdi. Ular qattiq urilgandan keyin zindonga tashlandi. Gundupayga qattiq ko'z tutish buyurildi. Bu buyruq bilan Gundupay ularni zindanning ichkiridagi kameraga solab, putlarga ishkal soldi. Tun yerimga yaqin Pavlus bilan Silas duo qilib, Xudoga madhiya naqshlarini aytib Boshqa mahbuslar bo'lsa, quloq selib, anglayotdi. Tuyuqsiz qattiq yer tavrab, zindanning ullarimi silkinib ketdi. Zindanning butun eshiklari ochilib, mahbuslardagi kishanlarmi tushib ketdi. Uyqudan uyg'onib, zindanning eshiklarining ochiq turganligini ko'rgan Gundupay, hamma mahbuslar qochib ketsa, amaldorlar cho'qim meni o'ldirdi deb qilichini so'rib elib, o'zini o'ldirmoqchi bo'ldi. Lekin Pavlus, "Jeningga zomin bo'lma, hammamiz bor", deb qattiq vaqirdi. Gundupay chiroq akeldirib, Pavlus bilan Silasning oldiga yugurib kirib, titirgan holda ularning oyog'iga yiqildi. Keyin ularni tashqa elib chiqib, "Qutqizilish uchun qanday qilishim kerak?" deb so'radi. "Rabbimiz Aysoga e'tiqod qilishing kerak. Shunda qilsang, o'zing ham oiladagilarmi qutqiziladi", dedi ular. Shuning bilan Shikeylan uningga va uning oilasiga Rabbimiz Ayso haqida tushuncha berdi. Shu vaqtning o'zida Gundupay ularni boshlab chiqib, yorilarni yuyib, tozaladi. U darhol oilasidagilar bilan cho'mildirishni qabul qildi. U Pavlus bilan Silasni o'z uyiga boshlab kelib, oldiga dasturxon soldi. Ular Xudoga e'tiqod qilganlikdan oila bo'yicha xushallik cho'mgan edi. Atsi atganda Rim amaldorlari zindonga yasovullarni avatib, u ishkilarni qo'yib etinglar, deb buyurdi. Gundupay Pavlusga, "Amaldorlar Silas chiqinglarni qo'yib etishni amr berdi. Sizlar endi zindondan chiqsanglar bo'ladi. Tinch aman qaytinglar", dedi. Biroq Pavlus yasovullarga, "Biz Rim fuqarolari bo'lsaqmi, amaldorlar bizni so'roq qilmaylar. Xaloyiqning oldida qonunsiz holda kaltak bilan urib, zindonga tashildi. Endi ular bizni o'g'irlikchi qo'g'lamoqchimi? Bunda qilsa bo'lmaydi. Bizni Rim amaldorlari o'zi kelib elib ketsin", dedi. Yasovullar bu so'zlarni Rim amaldorlariga yetkazdi. Ular Pavlus bilan Silasning Rim fuqarosi ekanligini anglab, qo'rqib ketdi va zindonga berib, ulardan kechirim so'radi. Ularni zindonga elib chiqqandan keyin shahardan chiqib ketishni talab qildi. Zindondan chiqqan Pavlus bilan Silas Lidiyaning uyiga berib, u yerda qarindoshlari bilan ko'rishib, ularni rag'batlantirib, shahardan chiqib ketdi.